Aziz teletomoshabinlarimiz, Tushlikda ko'rsatuvi yana jonli efirlarda bizni tomosha qilishni endigina boshlagan bo'lsangiz, albatta bu Istiqlol telekanali va jonli efirlar davom etmoqda. Biz studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz bilan esa maroqli suhbatimizni davom ettiramiz. Endigina navbat esa demak Feruzaxon Asadovaga. Albatta bugungi kunda juda ko'plab mashhur qo'shiqlaringiz bor va mana bugun san'at sohasida necha yil bo'ldi o'z faoliyatingizni yuritayotganingizga? 25 yil biz. 25 yil. Bu og'izda oson, ammo 25 yil mobaynida bu o'sha noldan boshlab bugungi darajagacha yetkazish albatta murakkab. Mana shu o'zingizni faoliyatingiz mobaynida qiyinchiliklarga uchragan paytlaringiz bo'lganmi? San'atni tashlab ketadigan darajada balkim bu men uchun emas ekan degan holatlar bo'lganmi? Yo'q, men uchun emas degan fikr bo'lmagan. Lekin kerak emas, yaxshisi uyda o'tiraman degan fikr bo'lgan. Chunki juda ham charchaydi odam, juda ham mashaqqat. O'tgan safar aytdim, san'at sohasi juda ham qiyin. Ayniqsa ayol kishi uchun qiyinroq. Farzand. Erkak kishi uchun oson bo'lishi mumkin, chunki ayol kishi uy yumushlari bor, farzand tarbiyasi, shulardan ortib san'at sohasida bo'lishi bu ozgina qiyinroq. Ammo siz mana shu qiyinchiliklarni bosib o'ta oldingiz. To'g'rimi? Shunaqa. Feruza opa, keling, hozir mana jonli tarzda muxlislarimiz albatta sizni ijodingizni sog'inishgan, sababi o'tgan galgi dasturimizda ham mehmon bo'lib kelganingizda afsuski kam daqiqalar qoldi siz bilan suhbat jarayonida va bittagina jonli ijro eshitdik. Bugun esa vaqtimiz hali bor va biz sizni ijodingizga albatta chanqoqmiz va eshitgimiz kelyapti. Marhamat, bironta bizga jonli ijodingizdan namuna kuylab bersangiz. Rahmat. Bo'lmasam Chorzor aytamiz. Birgalikda. Ey labat pur xandau, chashmi siyohat mast xob, ikki zulfing orasında oy yuzingdur oftob. İki zulfing orasında oy yuzingdur oftob. Masti maymi kunam ruyi tura g'arqi arab. Bağda içsang tökülür iki qizil yuzdan gulab. Bağda içsang tökülür iki qizil yuzdan gulab. Har ki binat ruyi xubat, pok gardad az gunoh. Senga boqqan bandaga baxshar kuni yo'qdir azob. Senga boqqan bandaga mahshar kuni yo'qdir azob. Yoratmani, yori vafodoratmani. Yoratmani, yori vafodoratmani. Banda g'ulomatni shavame, asir banomatni shavame. Yoratmani, yori vafodoratmani. Asir banome chinchinade, gulhodora daraq chinade. Yoratmani, yori vafodoratmani. Biyo bacha gul mechineme, gulhoba sumbul mechineme. Yoratmani, yori vafodoratmani. Biyo bacha gul mechineme, bosaftu bulbul mechineme. Yoratmani, yori vafodoratmani. In aşkı babay aşkı basti, abrudumi mor aşkı basti. Yoratmani, yori vafodoratmani. Yoratmani, yori vafodoratmani. Az koraçın baromade, az koraçın baromade. Ovozash beshkasta yo berahmon. Dila burdan baharam bulbula burdan bachamam. Dila burdan baharam bulbula burdan bachamam. Ansiya xolis ki bar sori janoni manas. Dila burdan baharam bulbula burdan bachamam. Chashmoni siyohati astori boroni manas. Gula burdan baharam bulbula burdan bachamam. Gula burdan baharam bulbula burdan bachamam.